Bitta kambag'al odamni boy qo'shnisi bor ekanda. Boy qo'shnisi varrak uchirar ekan. Bu kambag'al ham uyda yotib, boshini qichib, qarab, ablah shu varrak uchiradi. Kedibdi, men ham uchira olmaymanmi shu boylar varrak uchirgan payt men ham uchira olmaymanmi debdi. Bitta varrak yasayman debdi. Shunaqa zo'r varrak yasay, shunaqa meni ham varragim uchsin debdi. Hamma ko'rib og'zi ochilib qolsin. Men ham uchiraman, shu boy uchirib o'tirganda men uchira olmaymanmi debdi. Hozir debdi shunaqa cho'tki varrak yasayman, men boyligidan zo'r bo'ladi birinchidan. Hamma meni varragimni ko'rganlar og'zi ochilib qoladi. Boyi varragi meni varragimni oldida kopeyka bo'lib qoladi debdi. Keyin varrak yasashni boshlabdi. Haligi chiroyli bir katta bir qimmatbaho qog'ozlar sotib olibdi. Hali u qog'ozga ham qamishlar qilib, qamishlarni ustiga nima qilishni bilmasdan, endi o'zi kambag'al bo'lsa ham borib, bankka borib, bankdan kredit olib har bittasini qamichini ustiga bitta-bittadan kumushlarni qo'ydirib, keyin anu varragini dumlariga mamma qilib, haligi shoyi matolardan, baxmal, qimmatbaho matolardan uni ustiga takoy Gucci, Armani, Dolce Gabbana, shunga o'xshash Nike, bu nima brend bo'lsa, hamma brendlarni yopishtirib, takoy iPhone belgisini ham qo'yib, shunaqa bir varrak yasabdi. Keyin u varragini uchiraman debdi-da, ko'chaga chiqib rosa yuguribdi, varragini shov olib, mashina qilib yugurarmish, varrak uchmasmish. "Ye" debdi. Boyi varrak uchadi-yu, kambag'al varrak uchmaydimi debdi. Keyin yana yuguribdi, bo'lmabdi. To'g'xonasini ustiga chiqib olibdi. To'g'xonasini ustidan uchiraman degan ekan, uchmabdi varrak. Keyin o'zini uyini tomiga chiqibdi. Tomiga chiqib ham uchiraman debdi. Tomni ustida ham u yoq bilan bu yoqqa yuguribdi. Kambag'alli varrak uchmabdi. Debdi, domni tepasiga chiqaman. Domni tepasida yaxshi uchadi debdi. Baland bitta 9 etashkali domni topib, shu domni ustiga chiqib, endi bar varragimni uchiraman, meni varragimni hamma ko'rsin. Shunaqa niyati bor-da, endi chiqibdi-da, 9 etashkali domni tepasiga chiqib, u yoq bilan bu yoqqa qarasa yuguribdi. Kambag'al varrak uchmabdi. Keyin sekin pastga tushib, xomush, bitta qo'lda varragi, boshini egib, uyga qaytib kelsa, qarasa boy o'tirgan ekan. Boy oddiy, unaqa tom ustida ham emas, boshqa joyda ham emas, oddiy bir yerda bitta stolni qo'yib olib, choyni qo'yib olib, ichib, o'tirgan joyida hali varragini mamma qilib ipini ushab, bir mundoq tortib vir qilib uchirib o'tirgan ekan. Kambag'al kelibdi deb boy oldiga yetibdi. Boy debdi. Bu qanaqasi debdi. Sen debdi bir yerda o'tirib, bir o'tirgan joyingda mundoq varragingni uchirib o'tiribsan. Men bu varrakni yasayman deb mammaga shuncha harakat qildim, boshqa qildim. Yugurdim, ko'chalarga chiqdim, to'g'xonani ustiga chiqdim, 9 etashkali domni tomiga ham chiqdim. Varragim uchmayapti debdi. Buni siri nimada sen aytgin? Desa, boy javob beribdi. Eshitadigan joyi. Boy kambag'allik gapini eshitib turibdi-da. Aytibdi. Birinchidan debdi, men varrakni uchirishni o'zim yaxshi ko'rganim uchun uchiryapman. Birovlarga ko'z qilish uchun emas. Ikkinchidan, sani varraging qimmatbaho toshlar qo'yibsan, dumiga
og'irliklar berib yoribsan. Shuncha og'ir yukni bu ko'tarib turgan varre uchmaydi. Odamlar ham shunaqa. Qancha o'zingizni ustingizga og'ir yukni qo'yib olsangiz, siz ham ko'tara olmaysiz. Sen debdi kambag'alga. Sen balandlikni tanlab olsan. Amma erkinlikni tanladim. Sani varreging qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Buni sababi sen boshqalar ko'rsin, ko'z qilish uchun uchiryapsan. Varre uchirish senga yoqqanidan emas. Amma varregimni qara, hech qanaqa qimmatbaho toshlar boshqalar bilan bezamaganman. Lekin boyi varregi deb hamma gapiradi. Men shu ishni yaxshi ko'rganim uchun qilyapman. Keyin qaysi paytda shamol bo'layotgan bo'lsa, o'sha vaqtga qarab, shamolning yo'nalishiga qarab varregimni uchiraman. Buning uchun yugurish kerak emas debdi. Hayotda ham shunaqa. Bitta yarimta odamlar ko'radi, "Menmi deydi, ishda zo'r pul bor ekan-a" deydi. "Davay shu ishni qilamiz" deydi. U ish o'xshamay qolsa, boshqa ish ko'tarilib ketib qolsa, "Menmi ishni qaragin" deydi, "Shu ishda yaxshi soqqa topishyapti, shu ishni qilamiz" deydi. Lekin aytadigan odam yo'q, o'zingga nima ish yoqyapti? Sen o'zi nimaga qobiliyating bor? Qanaqa ish yoqadi senga deb. Buni nimaga aytayotganim, odamlar yaxshi ko'rib qilsa ishini, qanaqa ish qilishidan qat'iy nazar halol bo'lsa, nima ish qilsangiz ham o'sha ishni o'zingiz sevib qilsangiz, vaqtdan uchib o'tib ketadi bir pasda. Qiynalmaysiz ham. O'zingizga yoqmayotgan ishni qilayotganingizda qiynalasiz. O'zingizga yoqqan ishni qilsangiz bo'lmaydi. Unaqa vaqt masalasi boshqasi bo'lmaydi. Yana o'zingiz ham bilsangiz kerak, o'zingizga yoqmayotgan ishda majburiy ishlab yurganingizda ertalab soat 8 da kelgan bo'lsangiz, obed bo'lishi uchun siz uchun bir asr o'tib ketgandek vaqt bo'lib qoladi, tuyulib qoladi. Agar o'zingizga yoqqan ishni qilayotgan bo'lsangiz, bir pasda kech bo'lib qoladi. "Oy, kech bo'lib qoldimi o'sha" deysiz. Bu narsani bilayotganlar biladi. Mana kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, lekin shu narsani ham bilib qo'yganingiz yaxshi. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlarga ozgina bo'lsa ham foydasi tegadigan bo'lsa, men xursand bo'laman. Bu shunaqa gaplar kanali. Agar kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar, ko'proq odam ko'rsin. O'zingizlarning fikringizni yozib qo'yinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'ling.